AQSh Rossiyaning zaif nuqtalarini Ukrainaga aytadi. Rossiya yashirin armiyami yoki oddiy botlar? Makronning sirli ogohlantirishi. Diplomatiyadan to raketagacha Qatar orqali o'tayotgan katta geoiqtisodiy o'yin. Tolibon Afg'onistonda internet uzilgani haqidagi da'volarni rad etdi. Amerikaning eng katta sharmandaligi: Tramp Baydenni yana nishonga oldi. Zelenskiyning oshkora e'tirofi: Chernobil qanday xavf ostida qolgan? Trilyonerlik sari yo'l: Mask tarixni o'zgartiryaptimi yoki xavf tug'dirmoqdami? AQSh Rossiyaning zaif nuqtalarini Ukrainaga aytadi. AQSh Ukrainaga Rossiya hududining chuqur qismiga zarbalar berish uchun zarur bo'lgan razvedka ma'lumotlarini taqdim etadi. Bu haqda The Wall Street Journal xabar berdi. Manbalarga ko'ra, prezident Donald Tramp AQSh razvedka xizmatlari va Pentagonga Kiyevga bu yo'nalishda yordam berishga ruxsat bergan. Washington NATOdagi ittifoqdoshlaridan ham Ukrainaga shunga o'xshash qo'llab-quvvatlashni so'rayotgani aytilmoqda. Potensial zarba obyektlari sifatida energetika infratuzilmalari ko'rsatilmoqda. Shu bilan birga AQSh Kiyevga uzoq masofali Tomahawk, Barukada va boshqa 800 km masofaga yetib boradigan raketalar yetkazib berish imkoniyatini ham ko'rib chiqmoqda, ammo qaror hali qabul qilinmagan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin avvalroq shunday zarbalar NATO davlatlari, AQSh va Yevropa mamlakatlari Rossiyaga qarshi urush olib borayotganini anglatishini ta'kidlagan. Uning fikricha, Ukraina bu kabi zarbalarni mustaqil amalga oshira olmaydi. Ular faqat G'arb yordamida amalga oshishi mumkin. Ukraina prezidenti Zelenskiy sentyabr oyi oxirida AQShdan yangi uzoq masofali qurollar olsa, Kreml rasmiylariga zarbalar berish bilan tahdid qilgan. U Tramp bilan uchrashuv davomida aynan shunday qurol haqida gapirganini ma'lum qilgan. Rossiya yashirin armiyami yoki oddiy botlar? Makronning sirli ogohlantirishi. Yevropaliklar uchun eng katta tuzilmaviy tahdid bo'lgan Rossiyani yetarlicha baholamadi. Bu haqda Fransiya prezidenti Emmanuel Macron 1-oktyabr chorshanba kuni chop etilgan Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetasiga bergan intervyusida ma'lum qildi. Ular bizning saylov jarayonlarimizga kiberhujumlar, muxolifat arboblarini o'ldirish va migratsiya oqimlaridan bosim vositasi sifatida foydalanish orqali jamoaviy xavfsizligimizga tahdid solmoqda, dedi Macron. Rossiya bizning havo hujumiga qarshi mudofaa tizimlarimizni sinovdan o'tkazmoqda va o'zining yadroviy doktrinasini o'zgartirdi. Ruslarning yolg'on ma'lumotlar tarqatish orqali bizning jamoatchilik fikriga qanchalik ta'sir qilishiga e'tibor berilmadi. Fransiya rahbarining fikricha, Yevropa davlatlarining ochiq jamiyatlari axborot urushi oldida zaif. Demokratik mamlakatlarimizda Rossiya maxfiy armiyasi joylashtirilganini ko'rmasak, biz sodda bo'lamiz. U raqamli botlar deb ataladigan kichik yuzsiz jangchilardan iborat. Ular Fransiya, Germaniya va Yevropada demokratiyani manipulyatsiya qilmoqda deb hisoblaydi Emmanuel Macron. Agar Rossiya qiruvchi samolyoti Yevropa havo hududiga ruxsatsiz kirgan bo'lsa, urib tushirilishini ma'qul ko'rasizmi degan savolga Fransiya prezidenti strategik noaniqlik